O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhun. Namai amallar tarazisi. Mahşer günü bendilərinin əməllərini tartış üçün tarazı qoyuldu. Əməllərini tartış cəza və mükafat beriş üçün bolğaçqa tartış hesab elishdən keyin boludu. Çünki bendilərdən hesab elish ularning əməllərinin əcrlərini bekitish üçün. Tarazıda tartış bolsa, əməllərinin miqdarini bildirish üçündür. Miqdariga qarab cəza və mükafat boludu. Ondaqda tarazı degan nima? Tarazının sübuti və şəkli qandaq boludu? Tarazıda nima ölçünüdü? Əməllərinin həmmisi ölçünəmdi. Allah Taala kitabida tarazini zikr qildi va amallarning o'lchindiganligi uchun yaxshi amallarni qilishimizni buyurdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tarozining sifatini bayon qildi va tarozida eng og'ir keladigan va eng yenik keladigan amallarni so'zlab berdi. Tarozini isbotlaydigan dalillar. Haq Taala aytadi: Qiyomat kuni adolat tarozilarini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Yani yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib yetilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib yetilmaydi. Agar uning qichachaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Anbiya surasi 47-oyat. Va yana sur chiringan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarazisi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarazisi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolguchilardir. Mu'minun surasi 101-oyatdan 103-oyatlargacha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Rahmonga suyumlik, tilga yengil, tarazida ig'ir ikki so'z bor. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Allah'ını hamd sana bilen medhiyelegan halda paklayman. Ulug' Allah'ını paklayman dur degan. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu'nun paçıq haqida o ikki paçaq tarazida Uhud tağıdımı ig'irroqdir degan. Bu hadisning to'liq teksti va boshqa hadislar keyingi batlarda keladi. Tarazining shakli. Qur'on va hadisda kelgan bayonlar tarazining haqiqiy ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan hissiy bir narsa ekanligini, uning tili va ikki taxsi bor ekanligini va amallar qo'yilgandan keyin bir taxsi yengil kelib, yana bir taxsi og'ir keladiganligini bayon qilib berdi. Uning hajmi va miqdorini faqat Alloh taolo biladi, lekin u bak cho'ngdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedi: Qiyomat kuni tarozi qo'yiladi. Agar uningda osmonlar va zamin o'lchangan bo'lsa, albatta uni sig'dirib ketgan bo'ladi. Farishtalar: "Ey Rabbimiz, bu kimni tortadi?" deydi. Alloh taolo: "Maxluqotlarimdan men xohlagani tortadi" deydi. Farishtalar: "Sen paktursan, biz sana haqiqiy ravishda ibodat qilolmadik" deydi. Inchik taroza. Bu adolatning eng yuqori pallasidir. Alloh taolo bandalarning cho'ng kichik hamma amallarini ziyoda va kam qilmasdan inchik xotirlab turadi. Haq Taala aytadi: Qiyomat kuni adolat tarozilarini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib yetilmaydi, yomon odamning yomonligi oshirib yetilmaydi. Agar uning qichachaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Anbiya surasi 47-oyat. Tarozi birmi yoki birdan ko'pmi? Alloh taolaning qiyomat kuni adolat tarozilarini o'rnatamiz degan oyatiga asoslanganimizda, qiyomat kunidagi tarozining birdan ko'p ekanligini tushunib yetamiz. Har bir banda uchun bir taroza yoki mu'minlarning amallarini o'lchaydigan bir taroza, kofirlarning amallarini o'lchaydigan bir taroza yoki har bir ummat uchun bir taroza bo'lishi mumkin. Buning haqiqatini Alloh taolo o'zi biladi. Oyatdagi tarozilardan amallar maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Taroziga qo'yiladigan narsa nima? Tarozida tartiladigan narsa amallarmi yoki amal daftarlarimi yoki bandaning o'zimi? Olimlarning bu vaqtdagi qarashlari ko'p bo'lib, to'g'riliqqa yaqinroq bo'lgani oxiratda bu narsalarning hammasi tarozilandi degan ko'z qarashdir. Buni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari ko'rsatdi. Amallarning tarozida tartilganligi. Hadislarda amallar taroziga qo'yiladi deb kelgan bo'lib, bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Rahmonga suyumlik, tilga yengil, tarozida og'ir ikki so'z bor. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Allohni hamd sana bilan madhiyalagan holda paklayman. Ulug' Allohni paklaymandir degan. Yana
Jimi hamdusana Allohga xosdir degan so'z tarozini to'ldirdi degan. Bu hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zi amallarni tarozida ig'ir keladi deb sifatladi. Biz buningdan amallarning tortildiganligini va ba'zi amallarning ba'zisidan ig'ir keldiganligini tushunamiz. Namai amallarning tarozida tortildiganligi. Oyat hadislarda namai amallarning tarozida tortildiganligi bayon qilingan bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman degan kalima yozilgan varaqcha haqidagi hadisda dediki, haqiqatan Alloh qiyomat kuni ummatimdan bir kishini xaloyiqlarning oldida do'zaxdan qutuldirib chaqirdi va uningga 99 putuk berdi. Har bir putuk ko'z yetkusiz darajada uzundir. Andin Alloh azza va jalla buningdan birarsini inkor qilamsan deydi. Banda, ey Rabbim, yo'q inkor qilmayman deydi. Saqlag'uchi farishtalarim sana zulm qiptimi? Yo'q, ey Rabbim. Sening o'zring bormi? Sening biror yaxshi amaling bormi? Bu chaqda banda ayminib yo'q deydi. Alloh, undaq emas. Haqiqatan bizda sening yaxshi amallaring bor. Haqiqatan bugun sana zulm yo'q deydi. Arqadilla uningga bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman deb yozilgan bir varaqcha chiqariladi. U, ey Rabbim, bu putuklar bilan birga bu nima varaqcha deydi. Allah haqiqatan sana zulm qilinmaydi deydi. Shuning bilan bu putuklar tarozining bir tarafiga, varaqcha yana bir tarafiga qo'yiladi. Natijada putuklar yengil kelib, varaqcha ig'ir keladi. Hech bir narsa Allohning ismi oldida ig'ir basmaydi. Demak, bu hadis namai amallarning tarozida tortilganligini bildirdi. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q, jannatga kirishning sababidir. Bu hadisda Allah Taalaning tavhid kalimasi orqali murtadlik darajasiga yetmaydigan qilmishlarni yo'yitadiganligi bayon qilingan. Ammo murtadlikka patadigan qilmishlar bo'lsa, tavhid kalimasiga zid keladi. O chaqda bu kalima ma'nosi yo'q, quruq so'z bo'lib qoladi. Hasan Basriga ko'p insonlar kimki la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q desa jannatga kiradi deydi ekan deyilgan edi. O kimki la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deb bu kalimaning haqqini va farzlarini ado qilsa, ondan jannatga kiradi dedi. Demak, la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q degan kalima jannatga kirishning va do'zaxdan qutulishning sababidir. Sababning shartlari to'liq tepilib, uningga zid keladigan ishlar yo'q bo'lgan chaqdala ondan bandiga manfaat qiladi. Munofiqlarmi la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deydi. Lekin bu kalima ularga manfaat qilmaydi. Ular bo'lsa do'zaxning eng tuvan qatlamiga tushib ketadi. Chunki ular bu kalimani uning ma'nosiga e'tiqod qilmasdan va uning taqozosi bo'yicha amal qilmasdan tillarning uchidan deb qo'ydi. Amal qilguvchi bandining o'zi taroziga qo'yilishi mumkin. Ya'ni bandining o'zi amallar tortiladigan taroziga qo'yiladi. Bandining vazni amallarining yaxshi yomonligiga qarata og'ir yoki yengil keladi. Buning dalili Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning vaqaligi haqidagi hadisdir. Bu sahaba Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan ketib o'tib, bir daraxtning yonidan o'tib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni daraxtning ustiga chiqib misvoq qilish uchun bir tal shoxchi sundirishga buyurdi. U daraxtga chiqdi. U bak o'roq edi. U shoxchini sundirish uchun hapilishayotganda uning kiyimi shamolda yelpinib echilib qoldi. Uning bak kichik, inchik pochoqlaridan ashablar kulishib ketganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam nimaga kulyapsizlar? Uning pochoqlarining inchikligimi? Jinim o'g'idi bo'lgan zot bilan qasamki, uning pochoqlari tarozida Uhud tag'idan og'irroqdir dedi. Demak, Ibn Mas'udning pochoqlari dunyoda yengil bo'lgani bilan oxiratda tarozida og'ir keladi. Undaqda u ikki pochoqni tarozida og'ir qilgan narsa nima? Shaksizki, u narsa uning kechilari uzun qiyamda turganligi, davomli ro'za tutganligi va harom ishlarni qilmaganligidir. Ammo Ibn Mas'uddan boshqa tashqi ko'rinishini zinnatlab, ichki dunyosiga ahamiyat bermagan, kiyimlarini aqartib, qalblarini qaraytayotgan insonlarga kelsak, ular haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan qiyomat kuni egiz bo'yliq, semiz odam keladi. U odam Allohning nazarida pashining qanotichilikmi kelmaydi degan. Ondan Rasululloh agar xohlasanglar qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz degan oyatni o'qinglar dedi. Kahf surasidagi 105-oyat. Bandaning barar joyi amallarining ig'ir yenikligiga bog'liq. Qiyomat kuni bandaning barar joyi uning amallarining ig'ir yenikligining natijasiga qarata belgilandi.
Amallari qilmishlarini besib ketganlar jannatga, qilmishi amallarni besib ketganlar do'zaxga loyiq bo'lur. Faqat Alloh afu qilgan yoki shafaatchilar shafaat qilgan osiylar buning sirtida. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallari ig'ir chiqqanlar najot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir." A'raf surasi 8-9 oyatlar. Amallari bilan qilmishlari tang barobar kishining barar joyi. Amallari bilan qilmishlari tang barobar kishi jannat bilan do'zaxning o'ttirisida turadigan A'raf ahlidan bo'ladi. Haq taolo aytadi: "To'smining ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi." A'raf surasi 46-oyat. A'raf ahlining ishi jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga kirib bo'lgan qadar kechiktiriladi. Ondan Alloh taolo A'raf ahlini shafaatga noil bo'lg'uvchilar qatoriga kirgizadi. Bu orqali ular jannatga kiradi. Bu Parvardigorimizning fazli karami va iltifotidir. Alloh taolo jannat va do'zax ahlini zikr qilib bo'lgandan keyin A'raf ahli haqida dediki, ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga amallik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birlik qilmagin" deydi. A'raf surasi 46-47 oyatlar. Kafirlarning qilim etimlari. Mayli kafir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi. Balki hamma to'g'ri amalining yoki qabih qilmishining natijasini ko'radi. Kafirlarning yaxshi ish deb o'ylagan amallari tarozida tortiladi. Lekin u amallar tarozida yengil kelib, tarozi qayrilib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytdiki, ana shular Parvardigorining oyatlarini va uningga muloqot bo'lishini inkor qilgan, natijada qilgan amallar bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. Kahf surasi 105-oyat. Kafirlarning qilim etimlari ikki qism bo'ladi. Birinchi qism zaminda haddidan eshish va buzg'unchilik qilish ishlari bo'lib, batil, nachar qilmishlardir. Ular aslida bu amallarni qilganda savobni umid qilmaydi. Alloh taolo bu amallarni zulmatlar deb sifatlab dediki, yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribdor bo'lg'uchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Alloh nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Alloh hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Nur surasi 40-oyat. Ikkinchi qism sadiqa, seli rahim, zulmga uchrag'uvchiga yordam qilish va insoniyat uchun foydali kashfiyotlarni paydo qilishga o'xshash kofirlar o'zlariga asqatidi deb o'ylab qilgan amallar. Kafirlar bu amallarga qarta dunyoda mol-mulkining ziyoda bo'lishi, ko'ngillarining xotirjam bo'lishi, kasallarning shifo tepishi va aziyatlardan saqlanib qolishga o'xshash ishlar bilan mukofotlanadi. Lekin bu amallar ularga oxiratda manfaat qilmaydi. Chunki amallarning qabul bo'lishining sharti Allohga iymon etishdir. Lekin Alloh taolo nachar qilmishlarni qilgan kafir bilan yaxshi amallarni qilgan kafirni barobar qilmaydi. Balki yaxshi ishlarni qilguvchiga dunyoda mukofot beradi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bunday kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi." Hud surasi 15-16-oyatlar. Alloh taolo kafirlar qiladigan bu amallarga misollarni keltirdi. Birinchi, ularning amallari sarabga o'xshash. Chunki kafir boshqalarga yaxshilik qilish va sadiqa qilishga o'xshash amallarni o'ziga oxiratda manfaat qiladi deb o'ylab qiladi. Halbuki bu amallar ularga manfaat qilmaydi. Bu kafir oldida yaltirab turgan sarabni suv deb o'ylab qolgan chanqagan kishiga o'xshashdir. Haq taolo aytadi: "Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarabga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi.
ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yanida ko'zitib turg'uchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Alloh tiz hisob olg'uchidir. Nur surasi 39-oyat. Ikkinchi, ularning amallari kulga o'xshaydi. Kul o'tin yoki ko'mirdek bir narsa kuyib bo'lgandan keyin qolib qolgan oquch qora yoki ko'kuch changsimon mineral qoldiqdir. Kafirlarning amallari yig'ilib qolgan bo'ronliq shamol chiqib, har tarafga uchirayotgan kulga o'xshashdir. To'zib ketgan narsani banda qandoqmi bir yerga yig'a oladi? Haq Taala aytadi: Parvardigorini inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir do'vi kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallar uchun azroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. İbrahim surasi 18-oyat. Alloh taolo nima uchun kafirlarning amallarini qabul qilmaydi? Alloh taolo maxluqotni o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi va ularni o'ziga itoat qilishga buyurdi va yana anbiyalarni bishorat berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdi. Anbiyalar insonlarga to'g'ri yo'l bilan botil yo'lni ochiq bayon qilib berdi. Kimki uninga ochiq haqiqat kelgandan keyin majburlangan va aqlidan adashgan ahvolning g'ayrida sarkashlik qilib qasdan haqdan yuz o'risa, bu qilmishiga qarata azobga loyiq bo'lar. Qiyomat kunining sotida Alloh taolo turli jins, rang va dinlardagi insonlarning hammasini to'xtatib hisob oladi. Alloh taolo qiyomat kunidagi kofirlarning holini bayon qilib, shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. Qasas surasi 62-oyat degan. Ya'ni sizlar ibodat qilgan, cho'ng bilgan, yaqinlashgan va Alloh taolo bilan qo'shib ilahlardir deb o'ylagan mening sheriklarim qayerda? Ular bugun sizlarga manfaat yetkazib yoki sizlarni azobdan qutuldira olamdi? Alloh taolo yana deganki, u kunda Alloh ularga nido qilib aytadi: Anbiyalarga nima deb javob berdinglar? Qasas surasi 65-oyat. Tarazisi yeni kelgan, ya'ni yomonliqlari yaxshiliklarni besib ketgan, yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Qariya surasi 8-oyatdan 11-oyatlargacha. Tarazisi yeni kelganlar, ya'ni yomonliqlari yaxshiliklarni besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Ularning yuzlarini o't kuydirdi. Kalpuklari qo'rilib, tishlari echilib, badchiroy bo'lib qoladi. Ularga sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan, sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyiladi. Mu'minun surasi 103-oyatdan 105-oyatlargacha. Shundoq, ular dunyoda hurmatlagan va aziz bilgan jonlardan qiyomat kuni ziyon tortadi. Uningdan manfaatlanolmaydi. Kafirlardan hisob elinamdi. Shundoq, ularning hammasi sual-so'roq qilinib hisob olindi va amallari tartiladi. Kafirlar aniq do'zaxga kiradigan tursa, yana nima uchun ulardan hisob olindi va amallari tartiladi? Haq Taolo aytadi: Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan sual-so'roq qilindi. Saffat surasi 24-oyat. Demak, Alloh taolo ularning amallaridan sual-so'roq qilib hisob oladi. Buning sabablari tuvandagicha. Birinchi, ularga qarshi pokit keltirish va Alloh taolaning ularga adil bo'lganligini ko'rsatish, ya'ni ularning o'zir aytishiga yo'l qoldirmaslik uchundir. Alloh taolo aytadi: Kishilarning nomai a'moli o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular: "Voy bizga, bu nomai a'malga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku" deydi. Ular qilgan atganlarning hammasining nomai a'maliga xotirlanganligini ko'radi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Kahf surasi 49-oyat. Ikkinchi, Alloh taolo ularni ayiblash uchun hisob oladi. Haq Taolo aytadi: Agar ularni Parvardigorining oldida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Alloh ularga: Bu o'lgandan keyin tirildirish rost emasmikan deydi. Ular: Parvardigorimiz bilan qasamki, rost ekan deydi. Alloh: Kafir bo'lganliklarinlar uchun azobni tatinglar deydi. An'am surasi 30-oyat. Demak, ular dunyodagi vaqtida haqni tunib turib, qasdan uninga qarshilashganlik uchun qiyomat kuni hasrat va nadomat ularni julg'ib oladi. Uchinchi, kafirlar shariatning asli bo'lmish tavhidga buyurilgandek tarmoq ahkomlarga buyurilgandir. Ular buyurilgan ishlarga sal qarag'anligi va haqiqatga qarshi chiqqanligidan so'roqqa tortiladi.
alloh taolo ularning kofir bo'lganligidan hisob olish bilan birga ularning zakat bermaganligi va namozni tark etganligidan savol so'roq qiladi. alloh taolo mushriklarga voy, ular zakat bermaydi, oxiratga ishonmaydi degan. Fussilat surasi 6-7 oyatlar. Yana gunohkorlar to'g'riliq dediki, ular jannatlarda bo'lib gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik, biz behuda so'z qilg'uvchilar bilan birga behuda so'z qilatdik. Muddassir surasi 40-oyatdan 45-oyatlargacha. 4. Kafirlar kufrda va gunoh ma'siyatlarda farqli bo'ladi. Qiyomat kunida kafirlardan hisob olish ularning jannatga kirishi uchun emas, balki azobning darajalarini bayon qilish uchundir. Abbos ibn Muttallib radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u zotning kafir holati o'lib ketgan tag'isi Abu Talib haqida so'rab, ey Rasululloh, tag'illari Abu Talibga qanday foyda yetkazdilar? U sizlarni qo'g'dab, sizlar uchun ochiqlanadi deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam u o'shiqqa keladigan teyiz o'tda navoda men bo'lmagan bo'lsam do'zaxning eng ostida bo'lgan bo'ladi degan. Demak, Abu Talib do'zaxda Abu Lahabga qaraganda yenik azoblanadi. Kafirlarning qilganlari qanday tartiladi? Ularning tarozining yana bir taxsiga qo'yiladigan yaxshi amallari bormi? Kafirlarning qilganlari tarozining ikki taxsiga qo'yiladi. Tarozining bir taxsiga kafirning kufrligi va qilmishlari qo'yiladi. Bu chaqda tarozining yana bir tarafiga qo'yiladiganiga kafirning yaxshi amallari bo'lmaganligi uchun qilmishlari qo'yilgan taxsisi besib ketadi. Kafirlar dunyoda bir yaxshi amal qilsa, Alloh taolaning uning ko'nglini xotirjam qilish, rizqiga barakat berish va mol dunyosini ko'paytirib berish bilan dunyoda mukofotlanganligi yuqorida aytilgan edi. Haq taolo aytadi: qilgan yaxshi amallar bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Hud surasi 15-16 oyatlar. Allohga shirik keltirish yaxshi amallarning hammasini bekor qilib etadi. Shuning bilan bu amallar oxiratda manfaat qilmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: osmonlarning va zaminning xazinalarining ochquchlari Allohning ilkididir. Allohning oyatlarini inkor qilganlar ana shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey nadallar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga agar sen Allohga sherik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Balki yolg'iz Allohga ibodat qilgan va shukr qilguvchilardan bo'lgan deb vahiy qilindi. Zumar surasi 63-oyatdan 66-oyatlargacha. Kafir dunyoda qilgan yaxshi amallariga qarata mukofotlanadi. Qiyomat kuni bo'lsa, hech qanday yaxshi amallar yo'q holatda keladi degan mazmunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan Alloh taolo mu'minga qilgan biror yaxshiligi uchun uningga zulm qilmaydi. Uning yaxshiligiga dunyo va oxiratlik ajr ato qiladi. Ammo kofirga kelsak, uning o'z xiyolida Alloh uchun qildim deb qilgan yaxshiliklariga qarata uningga dunyoda rizq beriladi. Oxiratga borganda uning ajr ato qilingudek biror yaxshiligi qolmaydi degan. Yuqoridagi mazmunlardan qiyomat kuni kafirlarning savol-so'roq qilinganligini tushunib yetdik. Undaqda Alloh taolaning gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Alloh buni bilganligi uchun hojatsizdir degan so'zini va bu kunda ular so'z qila olmaydi, ularning o'zlari aytishiga izni berilmaydi degan so'zlarni qanday tushunamiz? Shaksizki qiyomat kuni kafirlarning holi tuvandagi ikki holatning birisida bo'ladi. Birinchi holat: kafirlardan mu'minlarning yaxshi va yomon amallaridan savol-so'roq qilingan shaklda so'ralmaydi. Balki ulardan nima uchun o'g'irlik qilding, nima uchun zina qilding deb qilmishlarini ayiblash shaklida savol-so'roq qilindi. Ikkinchi holat: qiyomat kuni bak uzun kun bo'lib, bu kunda nurg'un ahvollar va nurg'un o'rinlar bor. Bu o'rinlarning ba'zisida hisob ilindi, ba'zisida namoiy amallar tarqatiladi. Pilsirat bor va havzi kavsar bor. Kafirlar bu o'rinlarning ba'zisida savol-so'roq qilindi. Demak, qiyomat kunida nurg'un o'rinlar bor. Bu o'rinlarning ba'zisida savol-so'roq qilindi, ba'zisida undoq bo'lmaydi. Tarozida eng og'ir keladigan amal. Amallarning Allohga eng suyumli bo'lganlari tarozida shuncha og'ir keladiganlardir. Tarozi yaxshi amallar bilan og'ir kelsa, banda najot topadi. Amallar turlik bo'ladi.
amallar bir-biridan afzaldir. Amallarning ichida cho'ng amallar, kichik amallar, yenik amallar va ig'ir amallar bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga tarozida ig'ir keladigan ba'zi amallarni so'zlab berdi. Ularning qatoridan birinchi go'zal axloq. Axloqning go'zal bo'lishi oson bir ish bo'lib, xushchiroy bo'lish va siliq so'zlik bo'lish qatorliqlarni ko'rsatadi. Kimki uningga go'zal axloq ato qilingan bo'lsa va tabassum qilishni, ko'ngil yumshoqlikni davomlashtirgan bo'lsa, uning bu amali tarozida ig'ir keladi va u Alloh taolo yaxshi ko'radigan banda bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning axloqi bak go'zal edi. Alloh taolo u zotni madhiyalab: "Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan." Qalam surasi 4-oyat. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi degan edi. Al Imron surasi 159-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam go'zal axloqni madhiyalab, haqiqatan qiyomat kuni bandining tarozisida eng ig'ir keladigan narsa go'zal axloqdir. Haqiqatan sat gap qiladigan, og'zi bezab kishilardan Alloh bakmu nafratlanadi degan. Ikkinchi, Allohni zikr qilish. Allohni ko'p zikr qilish, tasbih, hamd va tahlil aytish bandini Allohga bak yaqinlashtiradigan va Alloh yaxshi ko'radigan amallardir. Kimki bir narsani yaxshi ko'rsa, uni ko'p tilga oladi. Shuningdek, kimki Allohni yaxshi ko'rsa, uni ko'p zikr qiladi. Alloh taolo aytadi: "Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman." Baqara surasi 152-oyat. Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Ahzab surasi 35-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Men sizlarga amallaringlarning yaxshirog'i bo'lgan va Parvardigoringlarning nazarida pokroqi, darajanglarning ishidagi yuqoriroqi bo'lgan va sizlar uchun oltin kumush sadaqa qilgandimmi, dushmanlarga uchrashib, sizlar ularning bo'yinlariga, ular sizlarning bo'yinlariga urgandimmi yaxshiroq bo'lgan amaldan xabar beraymi?" degan edi. Ashoblar shundoq qilsalar, "Ey Rasululloh" dedi. U zot Allohni zikr qilish dedi. Bir odam Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib: "Ey Rasululloh, men o'rindaydigan islom shariatining ahkomlari ko'p ekan. Men mahkam turadigan birarini aytib bersizlar" dedi. U zot: "Tiling hamisha Alloh taolaning zikri bilan bo'lsin" dedi. Alloh taolani zikr qilish tarozida ig'ir keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Rahmonga suyumlik, tilga yengil, tarozida ig'ir ikki so'z bor. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim." Allohni hamd sana bilan madhiyalagan holda poklayman, ulug' Allohni poklaymandir degan. Zikrning eng afzali alhamdulillah. Jami hamd sana Allohga xosdir degan so'zdir. Bu so'z tarozida ig'ir keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Poklik iymonning yarmidir va subhanalloh nomai a'mal tarozisini to'shqizadi. Subhanalloh va alhamdulillah osmon zaminning orasini to'shqizadi" degan. 3. Alloh yo'lida vaqf qilish. Vaqf qilish inson mol-mulkidan zamin, terilg'u yer va uy saramjonlariga o'xshash narsalarni bir ishga atab, uni sotmasdan Allohga yaqinlashish uchun uningdan chiqqan kirimni xayrli ishlarga ishlatishdir. Bu sadiqa jariya bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Agar odam bolasi o'lsa, uning 3 xilidan boshqa amalining savobi uzilib qoladi. Foydasi uzilib qolmaydigan vaqf, xalq foydalanib turadigan ilm, uning uchun duo qilib turadigan yaxshi farzand tarbiyalab qo'yish" degan. Yana haqiqatan mo'minga u o'lib ketgandan keyin savobi yetib turadigan amali va yaxshiliklarning qatoridan o'rgatgan va tarqatgan ilm, tarbiyalab qo'ygan yaxshi farzand, qoldirib qo'ygan mushaf, ya'ni Qur'on, silib qo'ygan masjid, musofirxona, qizib qo'ygan o'stang va o'lib ketgandan keyin savobi davomli yetib turishi uchun hayot sog'lom vaqtida mol-mulkidan chiqarib qilgan sadiqa degan. Yana kimki Allohga ishonib va Allohning va'dasini tasdiqlab, Alloh yo'lida bir ot saqlagan bo'lsa, otning yegan ichkini siyib tezaklashidan tortib, qiyomat kuni uning tarozisiga tushadi. Yuqoridagi hadislarning hammasi vaqf qilishning fazilatiga dalolat qiladi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan kuchi yetgudek kishilarning hammasi vaqf qiladi degan. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Abu Talha Madinadagi ansarlar ichida xurmisi eng ko'p boylarning biri edi. Uning eng ativar mali Bayruha beg'i bo'lib, u bog' masjidning oldida edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u bog'ga kirib, shirin suyidan ichadi. Alloh taolaning
yaxshi ko'rgan narsanglardan Alloh yo'lida sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir degan oyati nozil bo'lganda, Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, Alloh taolo kitobida yaxshi ko'rgan narsanglardan Alloh yo'lida sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir" deydi. Mening eng yaxshi ko'radigan milim Bayruha beg'idir. U Alloh azza va jalla uchun sadiqadir. Men Allohning menga yaxshi mukofot berishini va uni oxiratga saqlab qo'yishini umid qilaman. Uni Alloh o'zlariga ko'rsatgan yerga sarf qilg'aylar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga nima degan yaxshi? Bu oxiratda foyda qiladigan mal. Bu oxiratda foyda qiladigan mal. Men so'zingni anglab bo'ldim. Uni sendan qabul qildim. Uni yana senga qaytardim. Uni eng yaqin tuqqanlaringga sadiqa qilib etishingni muvofiq deb qarayman dedi. Abu Talha shundoq qilay ya Rasululloh deb uni yaqin tuqqanlarga va ota taraf tag'inlarning o'g'illariga taqsim qilib beribdi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma dediki, atam Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu Xaybarda bir zaminga ega bo'lgan edi. U bu zaminni qanday qilish to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan maslahat so'rab kelib, "Ya Rasululloh, men Xaybarda bir parcha zaminga erishdim. Halbuki men hech qachon men uchun buningdan qimmatliroq bir malga erishib boqmaganman. Uni qanday qilishga buyurdilar?" dedi Rasululloh. "Xolisang tegini vaqf qilib, husulini sadiqa qilgan" dedi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma dediki, shuning bilan atam Ömer uning tegi setilmaydi, yeba qilib berilmaydi, miros qoldirilmaydi deb kirma fiqirlarga, xish aqribalarga, mukatab qullarni azod qilishga, Allohning yo'liga, yo'lda qolganlarga va mehmonlarni kutib olishga sarf qilishga va vaqfni boshqaradigan odamning mol to'plab olmagan holda kirimdan muvofiq miqdorda o'zi yesa yoki do'stlik yegisi gunoh bo'lmaydi deb shart qilib vaqf qilyapti. Vaqf qilish islom dinining xususiyatlaridandir. Va vaqf qilish tarozida eg'ir keladigan amaldir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki Allohga ishonib va Allohning va'dasini tasdiqlab, Alloh yo'lida bir ot saqlagan bo'lsa, otning yegan ichkini siyib tezaklashidan tortib, qiyomat kuni uning tarozisiga tushidi degan. Hadisdan musulmonning foydasi yetib turadigan biror narsani vaqf qilishga rag'batlantirish maqsad qilingan. Buningga asosan kimki Alloh yo'lida biror otni baqsa, Alloh taolo u otning yegan ichkini siyib tezaklashidan tortib, hammani qiyomat kuni u kishining yaxshi amallari tarozisida eg'ir keladigan amallardan qilib beradi. Oxirida deymizki, bandagi yaxshi amallarni ko'p qilish va ko'ngliga pukish orqali qiyomat kuni tarozisini eg'ir qilishni qo'ldan bermasligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yaxshi ish 10 hassadan 700 hassagacha ko'paytirib beriladi degan. Yana kimki bir yaxshilik qilishni ko'ngliga keltirib, uni qilmasa, Allah onuğa to'liq bir yaxshilikning savobini yozadi degan. Taroza. Alloh taologa ixlos qilish Allohga texmi yaqinlashtiradi. Iymonni ziyoda qiladi va tarozida amalni ig'irlatadi. Doktor Muhammad al-Arifi. Sajiya Islom tadqiqot markazi.